yaxshimisizlar? Mana jangni ko'rdinglar. Abba bratan, addushi tabriklayman, brat. Dostoyniy boy qildingiz. Uncha munchasi emas. Inshaalloh bizga vizit tashlayotganlar, urushaman deganlar kelaversin. Любой vaqt urushamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston, men sizlarga nima aytaman, mana chiroyli boy ko'rsatib kelyapti o'zbekistonliklar. Hech kim shularni bir aeroportdan erta kelishadi, hech kim bir tantanali ravishda kutib olmagan. Sportsmenlar, qani ertaga kelishadi, qani O'zbekiston, hammamiz chiqaylik qani aeroportga. Hammamiz chiqib olib kutib olaylik qani, men kutaman hammalaringizni aeroportga. Mujiki, bolalar ham xursand bo'ladi, O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarib kelyapti. U bizga chiqsa yana ham motivatsiya bo'ladi. Mujiklar chiqib poddeshka qilsa, har doim chiqqan paytda men O'zbekistonim kutibdi, men O'zbekistonning bolalari, O'zbekiston mujiklari kutibdi deb xursand bo'lishadi. Hammalaringizni erta aeroportga inshaalloh kutaman. Vokzalga kutib olib, bularni hammamiz o'zim poddeshka qilib kutib olamiz. Taysonni, Abbakamni, mana O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarib kelib, Qo'qonlik bolalar g'alaba qozonibdi. Men hammalaringizni erta bularni kutib olishga kutaman hammalaringizni. Inshaalloh boksyorlarimiz kutib olganda, o'zimizni mana shu MMAchi dostoyniy boy ko'rsatayotgan bolalarni kutib olishimiz kerak. Hammalaringizga rahmat, addushi, sog' bo'linglar, duoga bo'linglar. Gap yo'q.